Xabaringiz bor, yurtimizda jamoat transportini modernizatsiya qilish va xalqimizga jahon andozalariga mos servis xizmatlarini ko'rsatish maqsadida muayyan ishlar qilinmoqda. Xususan, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarimiz manfaatini himoya qilish borasida yana imtiyozlar berildi. Navbatdagi lavhamiz ana shu haqda. Ma'lumki, O'zbekistonning barcha shaharlarida ayrim toifadagi jamoat transportlariga fuqarolar uchun bepul foydalanish uchun imtiyozlar berilgan. Keling bu borada mutaxassis fikrini eshitsak. Jamoat transportlarida foydalanish uchun kimlarga imtiyoz beriladi? Imtiyoz birinchi guruh invatlariga, ikkinchi guruh invatlarga, voyenniylarga, ichki ishlar organlariga imtiyoz beriladi. Qolgan hamma yo'l haqini to'lashi shart. Yo'lovchi transportida bepul foydalanish huquqi berilgan toifalar mavjud. Bunga birinchi o'rinda o'sha 1941-45 yil urush qatnashchilari, 41-45 yil urushda birinchi guruh nogironi bo'lgan, ularga hamrohlik qiluvchi shaxslar, 41-45 yilgi urushda front ortida mehnat qilgan va orden medallar bilan taqdirlangan shaxslar, Afg'oniston va boshqa mamlakatlar hududida jangovar harakatlarida qatnashgan sobiq baynalminal jangchilar, keyin haqiqiy muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan harbiy xizmatchilar va kontrakt asosida xizmatni olib borayotgan oddiy askarlar va serjantlar tarkibi, shuningdek Chernobildagi AES oqibatida nurlanish kasaliga chalingan, o'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar, shuningdek birinchi guruh nogironligi bo'lgan ko'zi ojiz fuqarolar va ularni hamrohlik qiluvchi shaxslar aynan jamoat transportida, shahar yo'lovchi transportidan, taksidan tashqari bepul foydalanish huquqiga ega. Shuningdek bularni toifasiga yana bitta shaxslar kiritildi. Yaqinda qonunda o'zgartirish kiritilganidan keyin O'zbekiston Respublikasi faxriy donori ko'krak nishonini olgan fuqarolar ham endi shahar yo'lovchi transportida taksidan tashqari bepul foydalanish huquqini qo'lga kiritdi.